Avvalambor, assalomu alaykum. Qadrbaland kuzatuvchilarimiz, mana Kalampir.uz ijtimoiy tarmog'idagi sahifalarda oxirgi paytida juda ko'p har xil Rossiya Federatsiyasining siyosati bilan bog'liq yangiliklar chiqib ketyapti. Jumladan mana bitta maqolada yozilyapti, Rossiya o'zbeklarni go'sht maydalagichga tashlamoqda. Ikkinchisidan esa Putinning qonli menyusidagi o'zbeklar va ko'plab shunga o'xshaganlar. Endi nimaga uchun shunaqa holatlar bo'lib ketyapti? Men o'zimni fikrim bloger sifatida bildirmoqchimanki va quyidagi izoh qilaman. Ukrainadagi bosqin 2022-yil boshlaganiga o'sha paytida janob Putin 3 oyda urushni tugatamiz deb aytgan. Vaholanki na 3 yil, na 1 yil, na 2 yil, 3-yil bu vaqtda urush tugatgani yo'q. Rossiya Federatsiyasi xalqi to'g'risi aytadigan bo'lsam, birinchidan urushga hech qachon tayyor bo'lmagan. Odatda o'sha kichkina xalqlar, jumladan O'rta Osiyoliklardan iborat, Buryat va Yakutlardan iborat, hatto Ikkinchi jahon urushida ham jangchilari g'alaba qozongan. Ko'rib o'tiribmizki, Rossiya Federatsiyasining siyosatchilarining dunyoqarashidan ma'lum, ayrim mana janob Lavrov aytgancha hozir qayergadir yo'qolgan Zaxarova va yana bir ikkitasi gaplaridan ko'ra biz Sovet ittifoq tiklab o'sha yana O'rta Osiyoda hukmronlik qilamiz va hokazo degan gaplardan bilinyaptiki, Rossiya Federatsiyasining hanuzgacha mashhur davlatlarga koloniya sifatida qaralmoqda. O'z navbatida ta'kidlash joizki, Rossiya Federatsiyasining xalqi charchagan. Urushdan, Putinning siyosatidan charchagan. Albatta, bunday vaziyatda Putin va uning atrofdagilari o'sha o'ziniki xalqda g'azab uyg'otmaslik uchun asosiy o'sha O'rta Osiyoliklarga va kichkina xalqlardan kichkina xalqlar vakillaridan iborat guruhlar shakllantirib Ukrainadagi bosqinga tashlamoqda. Shu bilan birga qaytib o'tish joizki, yaqin orada muhtaram yurtboshimiz, nafaqat muhtaram yurtboshimiz, qolaversa barcha O'rta Osiyo mamlakatlar prezidentlari Donald Tramp bilan uchrashdi. Bu nimani anglatmoqda? Birinchidan, Rossiya Federatsiyasi o'ziniki hukmronlik O'rta Osiyoda deyarli yo'qotgan. Gap o'tsa faqat Qirg'izistonga va Tojikistonga o'tadi. Endi Tojikistonda rus harbiy bazasi bo'lgani uchun Qirg'iziston esa moddiy tomondan Rossiyadan muhtoj. O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston hech qanday Rossiya Federatsiyasidan muhtoj bo'lgan joy ham yo'q, ham gap o'tmaydi. Bu AQShdagi uchrashuv Putin va uning atrofidagilarga albatta o'ziga yarasha ham signal deymizmi, nima deymiz bo'ldi, ham bitta shapaq bo'ldi. Endi Putin xohlaganday O'rta Osiyo Rossiya Federatsiyasiga qarab ish qilmaydi. Qolaversa mana turk xalqlardan iborat hozir ittifoq paydo bo'lmoqda. Bu ham Rossiya Federatsiyasining siyosatiga mutlaqo reja asosan ish emas. Ya'ni hozir Ozarbayjon ham Rossiya Federatsiyasiga qo'pol ravishda javob qaytardi qilgan ishiga. Qolaversa mana turk xalqlari birlashtirmoqchi ekan. Bu degani Putinning siyosati, Putinning nima
deydi, Putindan boshqaruvidagi davlat ham iqtisodiy inqirozga uchrashi mumkin. Chunki bugungi kuniga kelib Rossiyadan kelayotgan mahsulotlar aksariyat Yevropa davlatlari olmaydi. Endi bu O'rta Osiyoga sotishi bilan ovora. Lekin bor, mana hozir agarda hamma turk xalqlari birlashsa, albatta Rossiya Federatsiyasining turli mahsulotlarga ham O'rta Osiyo davlatlari muhtoj bo'lmaydi. Bu albatta iqtisodiy inqirozga olib keladigan oqibat. Endi iqtisodiy inqiroz paydo bo'lgandan keyin albatta xalq orasida norozilik paydo bo'ladi hamda boshqa holatlar Putinning rejimini ag'darishga sababchi bo'lishi ham mumkin. Bu narsa bilib turib, Vladimir Putin har xil yo'llari, har xil uydirmalari, qolaversa har xil turli siyosiy bosimlar bilan ham O'rta Osiyo davlatlarga mana bunaqa migrantlarni kamsitib, migrantlarni qiynab bosma qilishga urinmoqda. Hamda ayrim hollarda haqiqatdan ham armiyada jiddiy yetishmovchilik bo'lganligi sababli o'sha O'rta Osiyoliklardan iborat guruhlarni shakllantirish ham ovora. Chunki baribir rus va ukrainlar deyarli qondosh xalq, millati deyarli bir, dinni bir, qolaversa urf-odatlari bir. O'sha uchun bu yerda baribir bo'layotgan bosqin na rus xalqiga, na Ukraina xalqiga kerak emas. Bu yerda faqat Putin va uning jamoasining qandaydir manfaatlari. Shu bilan birga ahamiyat berish kerakki, mana nimagadir O'rta Osiyolik davlatlari aynan birlashtirmoqchi bo'lgan paytida ham migrantlarga nisbatan har xil bosmalar bo'ldi. Ham nima desam ekan, Putinning rejim vakillari tez-tez O'rta Osiyolik davlatlarga tashrif buyurishni boshladi. Rossiya Federatsiyasining O'rta Osiyodan bugun muhtoj bo'lganligi sababli aslida bu muhtojlik mana bunaqa ushlab turishga harakat qiladi. Lekin u reja bo'yicha ish mutlaqo kelayotgani yo'q. Mutlaqo. Men даже taxminan qilishim mumkin, balki 2-3 yil ichida O'rta Osiyolik o'sha Tojikiston bo'lsa ham yoki o'sha Qirg'iziston bo'lsa ham Rossiya Federatsiyasiga gap o'tkazib oladi. Chunki bu yerda bugungi geosiyosiy maydonda vaziyat mutlaqo o'zgargan. 2010-yilgacha vaziyat boshqa edi. Bugungi kuniga kelib vaziyat mutlaqo boshqa. Hatto mana Donald Trump nima sababdan barcha O'rta Osiyo davlatlarining rahbarlari bilan shaxsan uchrashmoqda. Men eslamayman, чтобы o'sha Donald Trump Emomali Rahmon haqida gapirgan yo вообще bironta Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Emomali Rahmon haqida gapirgan yoki o'sha Ilham Aliyev haqida gapirgan. Nimaga aynan bugun bu mana bu turk millatlarining vakillari bilan aloqa o'rnatishga harakat qilmoqda. Birinchidan Amerika ham juda yaxshi bilib turibdi. Agarki Turkiya davlatlari birlashsa bu katta kuch bo'ladi. U geosiyosiy vaziyat keyin mutlaqo o'zgaradi. Chunki O'rta Osiyo emas, turk xalqlarida ham din, ham urf-odatlar, ham deyarli madaniyat bir-biriga to'g'ri keladigan, bir-biriga mos. Albatta bu bunaqa ittifoq bo'lsa,
Bu juda ko'p vaziyatlarga, juda ko'p voqealarga ta'sirini ko'rsatadi. O'shaning uchun Donald Tramp ham bu narsa juda yaxshi bilib turib, Turkiya davlat rahbarlari bilan ahilinoq muzokaralar o'rnatishga harakat qilmoqda. Bu yerda ham iqtisodiy manfaatlari bor, bu yerda ham siyosiy manfaatlari bor, bu yerda qolaversa shaxsiy ham manfaatlari turibdi. O'shaning uchun bugungi kuniga kelib mana Rossiya va Amerika bir-biri bilan raqobatdosh bo'lib, mayli Ukraina bu alohida masala, unga men hali YouTube'da o'zimniki fikrim bildirib qo'yaman. Raqobatdosh bo'lib, o'zining yoniga ko'proq tomonlarni ag'darmoqchi. Putin chunki bu уже tushunyapti, что bu ketish bo'lsa, Rossiya Federatsiyasida albatta bir nima bo'lib ketishi ehtimol katta. Tramp esa чтобы shunday harakatda то, что Rossiya Federatsiyasi mutlaqo O'rta Osiyoliklarga yoki Turkiya davlatlarga gap o'tkazmaslik uchun, ya'ni Rossiyani sheriklarsiz qoldirmoqchi. Mana bu masala yuzasidan o'zimning fikrimni bildirsam, meni fikrimcha bu o'zlariniki muhtaram prezidentimiz juda to'g'ri siyosat olib boryapti. Ham bu davlat bilan inoq munosabatda, ham narigi tomon. Biz birinchi o'rinda iqtisodiy jihatdan bizga qaysi nima ma'qul bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. Chunki davlat boy bo'lsa, xalq ham boy bo'ladi. Turkiya ittifoqqa, Turkiya davlatlari hamdo'stligiga yoki ham jamiyatiga nima deymiz, qaytadigan bo'lsak, bugungi siyosiy vaziyatda bu zamon talabi. Bu haqiqat ham zamon talabi. Chunki bugungi kuniga kelib, agarki mana bu barcha Turkiya davlat vakillari birlashtirsa, ham iqtisodiyotimizga juda ijobiy ta'sir bo'ladi. Mudofaamizga ham ijobiy ta'sir bo'ladi albatta. Albatta turli nima desam ekan, ijtimoiy yo'nalishlarga ijobiy ta'sir qiladi. Misol uchun tibbiyot sohasida, ishlab chiqarish sohasida va hokazo. Umid qilamizki, albatta vatanimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'ladi. Men bloger sifatida barcha yurtdoshlarimdan iltimos qilgan bo'lardim. Vaziyat ko'rib o'tiribsizlar. Imkon boricha Rossiya Federatsiyasiga bormaslik kerak. Imkon boricha. Chunki ming afsuski, u yerda bu bir guruh shaxslar Putin boshchiligida o'ziniki manfaatlari uchun har bir narsaga tayyor. Ming marta do'stlik haqida ular gapirsa ham biz har kun ko'ryapmiz. O'sha bechora $1-2 topaman degan O'rta Osiyoliklar bo'lsa, qanday kamsitishlarga, nohaqlikka va boshqa salbiy ta'sirga uchramoqda. O'shaning bois men umid qilamanki, bu yerda ham har bir yurtdoshimiz o'ziga yarasha munosib ish topib, albatta vatanimizdan hech qachon ketmaydi. Hammaga rahmat. Bizlardan uzoqlashmanglar. Like bosishni albatta unutmang.